Yeruvchi Jangyu zavodi Choshida barmoqda to'xtaydigan zavodlarning biri edi. Buning xo'jayini Bando Kyobe yeruvchi jamiyatining 11-avlod izbosari hisoblanadi. Uning tug'ilgan joyi Yoshioda, xotini Chiyo turadi. Choshida bo'lsa, to'qili Royi uning hamrohi edi. Mejidin tatib, Tayshu davrigacha jangyuchilik bilan shug'ullanuvchilar katta boy hisoblanadi. Jangyuchilik yezigilik xarakterini olgan sanoat bo'lib, Jangyu xuruchi iskilotga qachilab qo'yiladi. 20 yildan keyin echitdi. Mushu orliqda Bando Kyobe Yoshioga berib oilasidagilar bilan jam bo'ladi. Biroq Shuvaning 2-yiliga kelganda u tijoratni kuchaytirish uchun Yoshiodagi uydan voz kechib, oilasini Choshiga yo'tkab keldi. U keyingi umrini Moshiyada o'tkazmoqchi edi. Shu chaqda xo'jayinning kayfi qandaqroq bo'ldi? Kayfi nayt xush. Bu mumkin. U Kaoriga amroq. Biroq Kaori hadsil dadisining og'zini g'erishlab aram bermadi. Eg'iz g'erishildimi? U qo'yma ansratdi meni. Bu qiliqing bo'lmabdi. Bu halqiliq payt. Xo'jayin uyga ep ketaman degan ekan. Bu seni asirg'anlik. Hiç ishengim kelmaydi. Asta, bundaq gap qilma. Reisikoning so'roq muomalasidan sal andish qilib qoldim. Reisiko deganing kim? Cho'ng xonimning qizi. Shundaqmi? Tokyo qizlar universitetidan kelibdi. Anlagan. Begim o ikkisini tanishtirib qo'ydi. Hamsi yaxshi bo'pti. O bir nima demadimi? Reisiko xonim lamjim demay o'ltirib oldi. Gapmi qilmadimi? O meni yaratmadi bo'lg'ay. Undaq emasdi. Qandaqli bo'lmasin, sizlar ochsinglar. Tag'a, siz bilmaysiz. Shu chaqdagi kayfiyat shundoq. Bundaq chaqda o'zingni xo'shal tut. O sening ochang. Sen uni hurmat qilishing kerak. Men uningdan norozi bo'lishirganim yo'q. Har qandaq ishqa sabr toqat qilish kerak. Uningga samimiy bo'l. Xenim, chataq bo'ldi. İşik oldu da xenim turdu. Xenim mana meyad oltamamdı. Bu xenimni davatmayman, jurtning kakinni davatman. Oma? Sizlarni avar qiladigan bo'ldim. Xush kelibsiz xenim. Xenim kelib qopsiz. O'ynab keldim. Sizlarga daxli qilib qo'ymagandim. Yo'q, undaq bo'lamdigan. Uy ichi qalaymiqan yig'ishtirib qo'ymabdi ekanmiz. Ishkirga kiring. Rahmat. Amsi birdam o'ltiray. Xenim, siz... Sen ketib tur. Undaq qanaq bo'ladi? Yo'lda yo'qitib qo'ydim degin. Xo'jayin meni taqib qiladi. Amsi meni meshadi deb qo'y. İşte kaynimdan eshitmaymi bak.
Men soğuya soğuçi, Furukawa Seiji, Roi'nin aksi, Kaori'nin tağısı balaman. Moşu 20 neçe yıldan bayan, yer çönü hocayını mağa gamkorluk qıp kelawatıdı. Qosğımızın toyğuzuwatıdı. Bunun hamısı begimnin himmetdi. Biz hamımız onundan minnattar. Aslida dadam sizlardan minnattar bo'lish kerak. O'ylab baxmamsiz. Soğu bo'lmasa, jan yo'ni nimaga qachilaydi? Nädikini? Undaq bolamdıgan. Bizning undaq maqtıqchiligimiz yo'q. Hergiz undaq demang. Kaori. Ha? Men ati Tokyo qaytmoqchi. Agar ma'qul ko'rsangiz birga chiqib aylanib kelaylik, qanday deysiz? Xenim hamra bo'lib birga chiqqizim. Xo'p. Kaori'ga qarab qo'yasiz. Kaori tek kichik, og'zi ittik, sahrada cho'ng bo'lgan. Uning ishlarini ko'nglingizga olmassiz. Bugun Risiko bek xo'sh ko'rinadi. Biroq Kaorining ko'ngli bek g'ash edi. Konpodingiz Sahili. İsmi bek chiroyli ekan. Heliqi Singyo Shimani Sigawani eshadi uchirtibdi ekan. Shu Taguyosa degan personajni demsiz? Shundaq. Ular hozirmi muhabbatlashib turamdi? Buni seni uqmaydi ekanman. Bu manzara ashundaq romantik hikoyalarga xo'p keladi ekan. Tangliq hikoyachi Katin Toki bo'lmish Ha, hali. shundaqmi? Bu joy qishda illiq, yozda salqin. Adabiyotchilarning hammasi bu joyni yaxshi ko'rdi. Masalan, Komo Kimis, Sato Harao, Natahama Kyoshi, yana Tayama Katai. Adabiyotdan obdonlar xabaringiz ekan. Nadikini ancha-muncha. Onun ne kettiğini bilmeyediğine kandak gap. Men hazır tepkiley. Endi ulgurmaymiz. Nemish bo'ldi? Resiko layık bilen körüştüğünü ağlap kaçıp ketipti. Bundaq deysizlar. Ameliyatda resmi layık memesi idi. Men kartı oynagıçlar uyuşmuş berip, jigit bilen yüz körüş bak degan. Biroq o bu gapni ağlap kaçıp ketipti. İşni buzib qo'yibdi. Men hayron qoldim. Resikoning tuyuqsiz kelib qolganiga zoti aqlim yetmadi. Emmini qağasan. Sen turgan bolsan bu iş yüzbemez idi. Yo'qol. Deb beqinglar. Dadam zodi qandaq odam? Oliyjanobmi yoki razilmi? Meningcha u razil emas. So'rayotganim turmush stili emas. Yuricho zavodining tijorat salohiyati. Hozir Yuricho zavodi eng azam maosh bilan bir qism yalanli ishchilarni jinning berchi ishlatyotidi. Buning aksicha xo'jayin kichik mashinada ig'nab o'ltirib, sayohat qilib yuribdi. Xotin ustiga to'qal ilib o'ynayotidi. Sizdan bu pullar uningga nerdan keladi? Ishchilarni eksploatatsiya qilish orqali keladi. Deganim to'g'rimi? Menimcha bunday tijoratchilarni g'ulti etish kerak. Fukuzawa Yokochining degini esingizdami? Hergizmi boy kambag'al deb yaratgan emas. Biroq tijoratchi bo'lmasa, Yericho zavodi sunudi. Tutunganda nima qo'rqish? Nemishqa? Zavod sunsa 60 necha ishchi ham uning oilalari qanday yashaydi? Odam faqat pul kuchli yashamaydi-ku. Risiko, sizning dadamga ochig'ingiz bormi nima? Dadamga nima deb ochiq qilay? Buning aksicha, men uni asrayapman. Anisa, nemishqa uni ayblaysiz? Dadamning mavjud bo'lib turishi bilan jamiyatning mavjud bo'lib turishi boshqa ish. Kapitalizm davri gumron bo'lishga oz qoldi. Shu davriga ergishib, bizga yangi davr yetib keladi. To'xta! Qani ne aqlsan ki? To'xta deyme. To'xta! Yavaş bo'l. Elimde qo'shqin kerak. Bu seni kim qutuldirdi gerçekçi? Tadam qo'shib bu. Seni bu yerda kim qutuldira oladi qani? Sizlar! Odamni shunday bo'zaq qilganmi? Ha? Nima dedim? Ayollarni urish nomusizlik. Hay hay, ondak gapni az qil. O izzitil bilmaydigan buzuqlar. Bilamsizlar, bular payishxondan qochdi. Nima? Bularning o'rinda payishxona kiramsizlar? Shunda qilsanglar, men bularni qo'yib bitaman. Qo'lon tatish. Sen nima de?
Memma, cenini alqınığı ep qoyğan, yatarı bolu mən. Tonu körəngli mə? Ayal kişini bozaq qile, şunçilik asan mı ken? Sen nimini bilettin? Bunların hemmisi qərzge tenini satır qalla. Qərz qançilik? Ulanın pulunu tülüvü teydiyen mi sen? Pul? Məndə yox. Mani mən iyi. Meni qutuldur benim. Sen kolunu tekkizdiğen bolsan, belikkanı sındırı ütü mü? Belli, tepşip tıkansa. Mani mən cidəlni, pulu sit oludğını. Əmisə, gepin gepçi mu? Sağ təmine bir tez tutub koyayım. Özünü sormaydıqan bəğrəs. Boldu qılığla. Türə orlandı. Muşağılıq uruş mən dəpsə. Türə. O çaq qıldığan işəməz. Haydi. Muşağılığa vuruşu mən deysin ha tıqı. Şöymez bu. Yürüngler. Mevşe. Çatla bulaş. Qan boп ketibsiz. Ahvolingіз qanday qaraq? Rahmet. Ayollar erlarning qo'li emas. Bundaq ishning davomlashishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak. Qo'shqanni ko'z tutib davtamsiz. Shundaq, kishilik erkinlikdan mahrum bo'lgandan keyin tenni sotmay nima amal? Hammasi kambag'allikni kasabti. Bu ahvolni o'zgartmay bo'lmaydi. Aça. Bu yerdə iş tapqılı bolamdı. Açlıqdan öləyli dedim. O'zingiz teping. Onda rəhimsizlik qilmaq. Çoşini musafirlar. Mən bu yerdə hər qandaq xizmətni tapqılı buladı deb anlığan. Oy can. Aça! Toxtab durun. Qaşmağın deymen. Keçib gitti otudu. Sizga ko'p rahmat. Sizga men rahmat aytishim kerak. Bir odam o'ltirib ketdim. Men qaytay. Xenim, nə ketdiniz? Konpodiyanın sahiliga bordim. Gap qilmay ketdiniz nemisi? Bunda qilsangiz bizdə qiynab qo'ysiz. Xo'jayin bizga qayib ketdi. Shundaqmi? Amsi yaxshi o'tdi-ku. Kaori dada bir ona boshqa ochisi Risikoning talabi bo'yicha uni Konpo dengiz sahili bilan Kaiko jimoga olib aylantirib keldi. Ondan yana uni Yerichu oilasiga olib qo'ydi. Deb baqaqini. Nemish o'g'irlash chiqib ketding? Turibla dengizni ko'gim kelib qoldi. Men avar qilib qart o'ynash jamiyatiga avatib qo'yib, o'zim bo'lsa qanday bo'ladi? Men bo'lsam qart o'ynash jamiyatining faoliyatiga qalamdi. Qart o'ynash jamiyati bir bana. U yerda biri seni kutib turgan. Ha, kim? Xursandligimmi? Sen yüzümni qara qilding. Yeligarligini. Meni o'g'irliqchi yigitga ko'z tish, makkarlik emasmi? Nemisi makkarlik bo'lsin? Sen nimani bilatding? Yigit Niko ailasining izbosari. Men amalsiz seni ag'rib qoldi deb gap yasab qo'ydim. Sen o sinoniyoni o'ylab qo'y. O xizilchilikda amdi oilasidagilar bilan ba'di kaldi qilishni to'xtatgan bo'ldi. Siz nimishqa boldiroq ismga sep qo'ymaysiz. Desem, uni aytdim. Meni aldırmoqchi bo'pti ekansiz-da. Bu seni aldığının emas, dadağının ahli. Ems xapolmang. Sizni avar qiptimi? Endi bu o'g'liq bo'p bo'ldi. O'rmiq kelmaydi. Sen fursatparast bola ekansan, Risiko. Meni izlab ketibsiz-a? Kaorining qishga ketadiganligini faqat o'ylamabdimi? Kechiring. Sizning kechirim so'rashingiz hojasiz. Kaori, u sendan paylanib ketibdi. Nima? Charchab ketdingmi? Yo'q, men endi uyga qaytay.
Ketadiganga nimanda qoldiraysiz? Bo'ldi. Kuyovning gapini qilmay. Açsınlar işkinglar aylanıp kepsizlar. Bu obdan boptu. İşkinglar nim paran qilishdinglar? Tamoq yegash o'tirib, men so'zlab beringlar. Sizning g'aybitingizni qildik. G'aybitimni qilgan bo'lsanglar, hech qisi yo'q. Men qaytay, opam yo'limga qarab qolmasin. Bo'ptamsa. Apanga bak kuyinasan juma. Kaori. To'xtab turing. Men Yoshiyodagi uyning ayol xizmatchisi. Ismim Xama. Reyseko boshlang'ich maktabga kirgandan buyon men uningga qarayapman. Bugungidek ish faqat yuz berib baxmagan. Bu yotchoy tursa, yolg'iz chiqib ketibdi. Nima ketganligini yo biz bilmasak, bu o'ynashirgan ish emas. Men u qizning hamrosi. Olomadis bir kelishmaslik yuz berib qolsa, xinimga bigimga men javob qila olmayman. Anlasam, onu deniz boyuğa siz başlap apırıpsız. Çoğuşeylikler kopal kelidi. Navada bire belikçi keyniga kirib elip çatak çıkarıp koysa, bunun mesuliyetinden siz çıkalamsız. Xenim özü barman dep turib oldi. Moşundak ehvalda siz bana haber berip koyun. Men hemra bulup barman. Keçirsiz, hoş. Bu ish Kaoriga har keldi. Ayol xizmatkor Xamaning boyi qilgan yo'lsiz gaplari kishini bezor qismi, biroq mijozi o'zgarishchan Resikoni tushunmakka tas edi. Teksini berib qo'ysingiz-chi. O bir uy xizmatchisi. Hey, og'ritib etdim. Kechiring. Qarganda odatdagi xizmatchidek qilmaydi. Imtiyozga ega ayoldak qiladi. Yurtdan xinim bilan birga kelgan heliq ayolni demsiz? Yerichi oilasidagilarning hammasi u ayoldan taptat ekan. Uning ko'nglini tushunishga bo'ladi. Navoda xinim yo'qab ketsa, buning hudsizni u chiqib ketamaydi-da. Uning Kaori xinimga qo'yish to'g'ri emas-da. Kechiring. Kuyovul bilan ko'rishdigan so'rinni qochib ketaligandan keyin u qizning yuragimi qopdi. Bu ishdan faqat xabarim yo'q ekan. Bigim toza xafa bo'lgandi. Xenim sanmi qilmadi? Shundaqmi? Kaori xinim, siz nimish uni xinim deb chaqirsiz, a? Hammasi shundoq chaqirdi ekan. Bu sizning ochingiz-ku. Birdilla ochi deb chaqirsa bo'lmas. Ismini chaqirsa bo'ladi. Keyin ahvolga qarab bir nima de. Opa. Men sizning umidingizdan chiqamaydigan o'xshayman. Nima istaysan? Demasam bilasiz-ku. Yerichi oilasiga bormayman deb atamsan. Beşimni həcəbmi qatırdın. Sen zadı qandaq qılay davatsan. Ertesi Risiko Xamaning hamrolig'ida Tokyoga ketdi. Kaorining maktabi 3-mavsumlik o'qishni boshladi. Savodashlar, Choshi degan ismning qandaq paydo bo'lganligini bilamsizlar? Bilamiz. Yoki, siz deb yiqmi? Dengizga kirib turgan yerim orolning shakli danqanga o'xshag'ashqa shundaq qo'yilib qolgan. Xo'sh, amsa qo'shilganlar qo'l ko'tiringlar. Endi qo'linglarni tushiringlar. Afsus, bundaq tushuntirish bek oddiy bo'lib qoladi. Yoki. Hozirgi zamon kishilarining qarashicha danqan bilan qumcho'gin o'xshash narsa. Biroq qadimda bu ikkisi ikki xil narsa. Danqan aslida haraq qayintadigan narsa edi. Materiallarda buni haraqazni deb qo'ydi. Mana shundaq. Ma'lum? Yoki. Siz degan yiliqi danqan yer shakliga o'xshamdi? O'xshatiman desak, uningga o'xshab qoladi. Biroq bu joyga ism qo'ygan mezgilda texi xarid chiqmagan. Yana kelib, butkul yer shaklini ko'gil bo'g'idek egiz tog'mi yo'q edi. Amaliyotda Choshi degan yerning nomi Tonigawa daryo eg'izining shaklidan paydo bo'lgan. Odatda daryolarning to'lisi yuqori eqini tor, tuvan eqini keng bo'ladi. Shundaqmi? Ammo
Tonigava daryosining eg'izi aksinchi tor. Daryo oshu tor eg'izdan dengizga qo'yiladi. Mana mushundaq. Go'yo Danqan cho'gindan hara qo'yilayotgandek ko'rinadi. Buning sababi mushu. Danqan cho'ginning jumiga qisqa keladi-ku. Bu daryoning shakli ana shunga o'xshaydi. Tushundinglarmi? Elimi ismini Danqan cho'gin qo'yib qo'ymoqdi ekan. Uningda kishilar bu shaharning odamlari xaroq kechgan deb qolmamdi. Kulgan kim? Kulmanglar. Men qaytib keldim. Kauri, bu yoqqa kela. Tog'a, keldingizmi? O'ta. Avval o'tasangchi. Deydigan yana qanday gap bor? Avval o'tasangchi. Bugün xo'jayin meni chaqirtib, buni berdi. Bu nopus daftar. Nima gapkan bu? Bu xo'jayinning seni balam deb e'tirof qilgani. Sen rahmat desang bo'ladi. Xo'sh bo'l. Begim va'dasiga vafo qildi. Men begimga azaldil ishonatdim. Shundaqdimi bu ishni bundoq tez hal qildiganligini o'ylamabdiman. Bu zo'r ish. Men bay dedim-ku, obdan bir qozon tomoq qat, toza bir undan tantana qilayli. E'tirof qilgan bo'lsa, nima bo'pti? Bu nima deganing? Demak, begim o'z qizim deb e'tirof qilgani bu. Qonunli qizi bo'lding endi. To'g'mi? Unchiligini men bilaman, tog'a. Hajab mushundaq chaqda e'tirof qilib qopdi-ku. Nima ishligini so'rab nima qilasan? Ma'qul desanglar, ish bitadi. Opa, siz mendan bir ishni sir tutyapsiz-ku deyman. Sendan. Dadam sizga boshqa shart qo'ymagan-da. Meni e'tirof qilganing badaliga ajrish talabini qo'ydimi? Hay, gumonxo'rlik qilma. Begim boshqa shart qo'ymadi. Biroq yo'diki xinim kelsa, dadamni opam bilan munosabatini uzishga undaydi. Men bunday gap anglamadim. Men anglamadim. Amisi opam nimishqa yig'laydi? Shuni bilmadingmi? U xo'sh bo'lganda yig'layotdi. Balkim Kaorining farazi to'g'ridir. Uning shunday xiyoli bo'lishi mumkin. Sen qayta o'ylab baq. Sen yerici ailesining qizi bo'lishing bilan mening uningdan ayrilishim bu ikkisi boshqa ish. Garchi begim bu ishni eg'izga olmagan bo'lsa-mu, bu paytda men uning qilgan yaxshiligiga javoban uningga ayrilib ketish talabini qo'yishim kerak. Men qo'shilmayman. Meni e'tirof qilish badaliga opamni qurbon qilmayman. Sening baxting o'xshashla mening baxtim. Qizi, uqdingmi? Opang to'g'ri aytdi. Ikkinglar ayrilib turinglar. Sizlarning ona bolalik munosabatinglar baribir uzilmaydi. Zarur topganda opangning holidan o'zim xabar olaman. Sen xotirjam bo'l. İkinci günü Kaori maktabdan qaytib kelib, tog'asining hamrohligida rahmatini izhor qilish uchun dadasining uyiga bordi. Shunisi Bando Kyobe uyda yo'q edi. İkisi noiloj uning kelishini kutib do'konda o'tirdi. Yaqindan beri shaharning tijoratida degandek yaxshi emas. O yaxshi ahvol emas. Bundaq ahvol burun yuz berib baqmagan-ku. Anglasam, Jonsu Jangyu zavodi xatar ishi turib o'tibdi. Bosh kasbdagi zavodlar mahsulotning ehtiyojini oshirib etganda. Yaxshimsizlar? Men bu Yerincho zavodimi? Yerincho emas. Yericho. Yericho? Mundaqdan. Men haqdan Yerincho deb anglabdiman. Nima ishingiz bor? Hammanglar solimimni qabul qilgaysizlar.
Hammanglarga rahmat. Yangi ko'rishib qoldik. Xayr xoli qilib qo'yasizlar. Peqir Xyogon aysidan. Hey, to'xta. Sen qor jamiyatning odamimi? Yo'q. Men jonyu yasaydigan hunarvan. Amasa kaynigi bor. Nimandaq? Qo'pol gap qilasan. Nima? Men tilamchi emas. Men qoida bilan salomlashdim. Kaynigi bor deganing nimasi, ha? Bu zavodning ish bajargan o'rni, kep ketib turgan xaridorlar ko'p. Sening bu yerda turishing afsiz. Shunga sana kaynigi bor degan. Hay. Birodar, sana shuni deb qo'yay. Jondin kashgan Yataro desa, Kanisayda meni bilmaydigini yo'q. Bu kantonning yeri. Kansayda qanochiliging bu joyda aqmaydi. Sen mana shunday gap qilasan. Nima shunday deysan? Ha? Men sendan so'rayapman. Mana bu odamlar bu qo'rqadi. Ururlar. Qat qururlar. Qat qururlar. Qat qururlar. Bu olmasini paydo bo'lgandir. Shu emasmi? Qo'lni bog'lab daryoga tashib taylik. Avval buni sug'urib qo'yaylik, ha? Shunda qilaylik. Kelinglar, birodarlar. Kelinglar. Jonyu zavodining ishchilari beliqchilarga o'xshashli qo'pol keladi. Arzimas ishlar uchun urushib qoladi. Bu odatga aylanib ketgan edi. Kaori bu jidalni ko'rib dakki-tukkiga tushib qoldi. Bando Kyobi qizim deb e'tirof qilgan Kaori tog'asining hamrohligida Yerochu oilasiga keldi. Kaori'la emas, begimning mardligidan ro'yi ikkimizmo cho'nqur ta'sirlandik. Biz yaxshiligingizni mangu unutmaymiz. O'yinchilik deb kuchligi yo'q. Dadaning qizini e'tirof qilishi haq. Buni baldurlarga qilib yetadigan ish edi. Dadanga rahmat etmay qarab tursan-ku. Himmatingizga rahmat. Ammo keyin opam qanday qiladi? Kaori sal xotirjam bo'lolmayapti. Xotirjam bo'l. Men uningga uvol qilmayman. Men yana tushunamadim. Menga tazi ishinib ketamayapsan, ha? Yo'q, unda qo'lamdi. Sen lo'qmisanmi? Ma'qul. Ba'zi gaplarni so'rasam adabsizlik bo'larmi? Hech yo'q, dava. Siz meni qizim deb e'tirof qilib bo'lib, keyinidan opam bilan munosabatni uzmoqchimi? Munosabatni uzmoqchi? Yaqinda yo'shi yo'li xenim keladi ekan, shundaq-ku. Shunga men o'rinliq. Gapim o'rinliq. Chunki ishga ish bir vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Men ishni qaramamdigan. Sen xotirjam bo'l. Men opamdan ayrilmayman. Ayrilish niyatim bo'lsa, burilib ayrilib ketdim. Rahmat. Yenimga aklib olaman desam, qo'rqib ketma. Opani yo'qlashga har qanday chog'da borsam bo'laverdi. Ruhiga tushuntirib qo'y. Men Kaori taqib ketayotganim yo'q, ha? Rahmat. Bu pulga narsa kerak epya. Al. bo'ldi qayman. Tuzit qilmay al. Men degan dadam degannikin. Al. Rahmat sizga. Dadangdan to'g'ridan-to'g'ri so'raverdingmi? So'rag'inim bo'lmabdimi? Odatdagi vaqt bo'lsa, u seni tilar edi.
Apa, hoş olmadınızmı? Nima deydigan sen? Dadam siz bilan ayrılmayman dedi. Bu gapni kesib aytdi. Bek yaxshi bo'pti. Kechiring. Dadam xalığında berib kelsang bo'ladi dedi. Unda qilsang bo'lmaydi. Nimishqa? Seni aşı öydün yatlık qilmoqchi. Sen aşı öyde tarbiyalanasan. Bu öyde her xil qoida usullarni o'rganasan. Qishimga to'la kelsang, cho'ng xinim xafa bo'lib qoladi. Meni cho'ng xinim tarbiyalamda? Balkim. Ayni chog'da Choshi qizlar o'tir maktabida qizlar qoida usul tarbiyasi chang tutiladi. Kaori tanarkachi edi. Shung uning qoida usul darsida esa beshog'ir etdi. Faaliyet müşahede yaklaştı. Orunlardan turunlar. Voy canım. Hey, Kaori. Ha? Uyga mangan bo'lsang, men opirib qo'yay. Yo'q bo'ldi, saboqdoshlarim bilan birga ketaman. Hech qisi yo'q. Ishingizga chiqinglar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men Kaorining dadisi. Kaorining oldin xabar berib turganinglar uchun sizlarga rahmat. Nadikini, biz Kaorini avar qilib turamiz. Bular Yuki bilan Misi. Chiqinglar. Mashinada opirib qo'yay. Qanaqa qilamiz? Begim! Yericho begim! Sizni axir tutib oldim. Tutib oldim degan qandoq gap? Ya men toshqan bo'lmasam? Yaqindan beri yenimga kammas olib ketdingiz. Yugadan kechdingizmi nima? Ishim aldirash, berish cho'lam tegmadi. Bek zerikdim. Do'konda ya musiqa qo'yilib bo'lmaydi. Qorong'u. Bek so'rin. Ko'tildimi? Hozir hammaga o'xshash. Elitindan bilan koringiz bo'lmayotdi. Xotiningiz kelsa, men tashlaydigan o'xshamamsiz. Tobi rozani tashlagandekmi? Tobi rozadek? Yuzlaring birlik kupa. Ikki ko'z chanmaydi ekan. Kunduz chiroying qariqsiz zodi. Kelganlik joyda to'limini chaqiraman. Uqtimi? Hey! Tata qo'lingni. To'xtang! O'zingizga izi bo'ling. Bo'lmasa ham ishlaringizni xotiningizga deb qo'yaman. Kaori dadasidan qattiq nomus qildi. Yoga restoranining xo'jayini Troko Bando Kyobining 3-xotini bo'lib, mushu ayol tufaylidan Kaorining dadasi bilan opasining munosabati sustlashib qolgan edi. Boyqi satchilikmi sababsiz emas. Kaori, dadang aslida Yerichoning direktori ekanda. Shunda qilsam bilmamsan? Faqat bilmaydi ekanman. Men sizlardan qasda yushirg'inim yo'q. To'yiqsiz uchrab qolg'ashqim, cho'chib ketdim. Kechiringlar, dadam satish qildi. Men u maqsadda deyman. U eski ayol ekan, adab qoidani bilmaydigan. Shundaqmi? Kechirim, u mening shapkam. Bana. Shapka nima otmidim? Mayli kim otsin, o'xshash. Bir yerimizda Qolmay, xilma qanday beraversin. Ati maktab mudiri topshirib beramiz. Bo'ldi, chaqchaq qilma, akalam. Sen Ay. Qo'yaqqa. O'ta, men olay. Ular o'ynashib qo'ydi, kechirsiz. sizmidingiz? Aslida siz. Meni unutib qoldingizmi? Men Yoshitaki Toni bo'laman. Ha. Sizlar burun bizning uyga borgan. Shundaq rasmni ko'gil bag'antiq. Shundaqla akangizni ko'gil bag'an. Akam sizlar bilan ko'rishamligiga noit pushaymon qildi. Rahmat. Hey, ale. Ke. İsmingiz ne?
Sorsam bulamdı. Bu işni akam tapılgan. Trolleybusda uçuruşup kalsan sorap bak degendi. Onun ismi Furukawa Kaori. İsmi Furukawa Kaori mi? Furaklıktaki Kaori'ci mi? Uqtum. Rahmet. Rasmıdı. İliki Yoshitaki Sokichi'nin Raslemenin ismini bilgisi var mıdı? Bu neymiş kadar? Zaten neymiş kadar? Bu sual Kaori'nin yürgeni silsilege saldı. Sana qilgan g'amxo'rliqidi? Bu inisining ustatligimidi ya? Neymiş ishning yomon tarafini o'ylaydigansa, bu sen deydigan gap emas. Mundaq qilaylik, biz ikkimiz Yoshitaki Toni bilan Kaorining muhabbatining amalga oshishini tilaylik. Odam to'la mazoq qilmaydimi? Bu qandoqmi seni mazoq qilmoqlik O'qishtirishga oz qolganda chatoq chiqarib maktabdan qo'g'ilib ketma yana. Irodangni ching tut. Yo'q, gapni topma. Sui, sizningcha ismim chiroyliqmi? Sal chakinimi ya? Yoqay, o'zingizga tosimas kelgan, xuddi gilos gulidek. Shundoq chiroyli. Shundaqmi? Meni bilmagan odamlar ismimni anglasa, beliqchimikin deb qoladi. Kaori degan ism sana yoqmadimi? Ya erning, ya ayolning ismiga o'xshamaydi. Bu ismni begim astoydil o'ylab qo'ygan. Nemishki Kaori deb qo'ygan. Rang bilan puroq Jangyu yasashdiki eng muhim halqa. Bo'libmi Yerichu zavodi Jangyuning purqiga bak e'tibor berdi. Emis yaxshikan Kaorining ular sizga alohida e'tibor berishi mumkin. Yosh chig'ida hamma kishi o'zining ismini ancha yoqtirib ketmaydi. Keyinchi ko'nib qoladi. Bugun akşam Kaori her qanday qilibmi uxlayolmadi. Yoshitaki Sokichi degan yigit ismimni o'qolmadi. Uningga inisi ismimni deb bergan taqdirdami, Furukawa Kaori degan ism to'liq oddiy. U asali unutib ketami? Bularni o'ylab Kaorining ko'ngli yerim bo'ldi. U Jangyu zavod xo'jayinining qizi ekanligini bilsa, men bilan yana salom soat qilishib o'taverami? Beliqchilar bilan Jangyuchilarning azaldan purchiq pishmaydi. O't bilan suvdek chiqisholmaydi. Qandoq bo'la degan xiyollar uni qiynaydi.